Hattoki televizorda ham pivoni reklamasi bo'lyapti hozirgi zamonda. Oldinlari hech ham televizorda pivo reklama qilinmasdi. Salom hammaga, Elmurod Fayziyev kanalida sizlar bilan ko'rishib turganimdan xursandman. Do'stlar, bugungi mavzuyimiz pivo festivali haqida bo'ladi. Mana shu pivo festivali haqida domillamiz Abror Muxtorali nima dedi? Avval shuni eshitamizda, undan keyin videoda yana davom ettiramiz. Pivo festivaliga sen borgandirsan, onang borgandir, dadang borgandir. Senlar borib onang dadangni qaytarlar. Men yaqinlarim bu joyga borishini xohlamayman. Men u narsalarga qarshiman. Men hayron qoladigan narsa, O'zbekiston sharoitida hozir xalqimiz juda ham qiynalyapti. Pul topadi, to'g'ri, pul topishga topadi, lekin hozirgi paytda produktlar qimmatlashib ketgan. Kommunalkalar ham oshib ketyapti, o'zlaring bilasizlar. Bunisiga yetkazsa, bunisiga yetmaydi, bunisiga yetkazsa, bunisiga yetmaydi. Ish qilib nima bo'lsa ham, ya'ni davlat ishida ishlaydigan odamlar ham kechqurunga pul yetmaganini hisobiga ozgina bo'lsa ham taksistlik qilaylik deb chiqib ishlab, kimni joniga zarar, to'g'rimi? Biz hali Rossiya, Yevropa darajasiga yetganimiz yo'q-ku, to'g'rimi? Mana shu narsalarni e'tiborga olish kerak. Chunki unaqangi bayramlar o'sha Rossiyalarda yoki bo'lmasa Yevropa davlatlarida bo'ladi, bunaqangi pivo festivallari. O'zbekistondagi sharoit bu narsani ko'tarmaydi va bunaqangi televizordagi pivo reklamalarni biz faqat Rossiya kanallarida ko'rardik. Hozir O'zbekiston kanalida ham polni ochiqchasiga bangillatib reklamani tiqishyapti. Sarpas, Tuborg, yana nimadir degan pivolarni reklama qilishyapti. Hozirgi ota-onalar qayerga qarayapti bilmadim, lekin o'sha pivo festivalida o'zlaring e'tibor bergan bo'lsalaring, hijobli qizlar ham yuribdi. Mayli, hijob kiysa kiysin, balki modadir, lekin u joyda o'zbek qizlar, yosh qizlarimiz yuribdi. O'shalarning ota-onasi ko'chaga chiqazib yuborgan bor bayramga deb. 10 yoshli, 11 yoshli bolalar, yosh bolachalar ham o'sha joyda kechasi 10, 11, 12 bo'lyapti. Pivo festivalida hamma olamonda ichida yuribdi. U joyda ichgan odam bor. Misol ichgandan keyin odam har nimaga qodir. Mana shunaqangi joylarga jo'natib yuboradigan ota-onalarimiz qayerga qarayapti bilmayman. Ko'p gapirib o'tirmayman. Videoda sizlarga qo'yib bermoqchiman. Mana shu pivo festivalini o'zlaring ko'zlaring bilan ko'ringlar. Va mana shu joyda videoda xayrlashmoqchiman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yangi videolarda yana ko'rishguncha xayr. Agar nimadir fikringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. O'zbekistonda pivo festivali bo'libdi. Toshkentda pivo festivali sabab ayrim ko'chalar yopildi. Yo'llar yopilibdi, konsertlar qo'yilgan, tumonat odam kelgan. Bu festivalni kim tashkil qilgan, nimani o'ylagan men bilmayman. Lekin nimadir foydasi bordir deb rosa o'tirib o'yladim. Hech qanaqa foydasi yo'q spirtli ichimlikni festivalini. Bu juda ham yomon belgi. Bo'lib ham bu yerga tumonat odam kelibdi. Mana endi buqachalar mayli yosh yigitlar. Ularga ip yo'q bog'lashga. Qizlar ham borda, ayollar ham yurib turadi aralashib. Konsert ko'rishga borgandir deydi hozir kimdir kelib albatta. Konsertni boshqa joyda ko'r. Mast erkaklarning orasida konsert ko'rib balobar. Umuman pivo festivalida ayollarga nima borligini men tushunmayman. Buni mana o'zbekchilik, musulmonchilik degan narsalarni chekkiga surib qo'yib qarasang ham bu festivalga har qanday jamiyat uchun alkogol, narkotik moddalar bir qusur, nuqson, ziyon hisoblanadi. Mana 15-20 yashar yoshlar hali biron narsani tuzuk quruq o'tirib fikrlab ko'rmaydi, analiz qilmaydi. Bu yaxshimi, yomonmi, kerakmi, kerak emasmi? Sal ko'ngliga yoqdim, bo'ldi, orqasidan ergashib ketaveradi. Shuning uchun bularga nima qilib bersang ketdi, borib qilaveradi hamma narsani. Hozir bundan yomonroq ish bo'lsa ham borib qilinadi. Hech tortinishmaydi-da. Bizda bir dunyo vazirliklar bor, bu narsani taqiqlay oladigan. Nimaga buni hech kim taqiqlamagan? Nimaga bunga hech kim nazorat qilmagan? Qaytangi ichki ishlarni olib borib qorovullab tashkil qilishyapti hamma. Bilmadim nima ko'zlangan bundan, lekin bu juda ham yomon belgi.
4 yil 5 yil o'tib bu juda ham normal holatga aylanadi. Chiqib turib menga o'xshagan norozi odam mana bir ikkita video qiladi, gapiradi, qilmanglar buni, yomon bu deydi. Uni toshbo'ron qilishadi, o'sha paytga borib u juda yomon bo'lib ketadi hali va normal holatga aylanadi. Oilang bilan borib o'sha yerda spirtli ichimlik ichib, kayf bo'lib, lanch bo'lib yotasan keyin. Afsuski bu noz endi zamonaviylik, erkinlik deyishadi, kommentariyaga ham kelib bir dunyo negativ yoziladi, sen o'rta asrda qolib ketgansan, eskicha fikrlaysan deb. Zamonaviylik lekin bu axloqsizlik emas. Yechinish bilan bunaqa festivallar zamonaviylik hisoblanmaydi. Bilim olinglar, to'g'ri ish qilinglar, bo'ladigan narsa qilinglar. Shundoq ham har kim o'zi biladiganini qilib yotibdi. Endi buni yig'ilib ommaviy rasvogarchilik qilish Voy, onalar, otalar. Nima qilasizlar, baraka topkurlar. Nima bu bayram ahvolni qaranglar. Bu turistlar bilan ruslar uchun bu pivo festivali. O'zim jon kuydirmasam bu ota-onalar farzandiga jon kuydirmaydimi? Nima balo, nima qilib yuribdi o'zbek qizlari pivo festivalida? Qarasanglar-chi qizinglarga baraka topkurlar. Nima qilyapsan, qayerga boryapsan, kim bilan yuribsan, bundoq so'rab surishtiringlar. Endi shunga ham men jon kuydirayman. Endi sizlarni bolalar farzandinglarga ertaga alkash bo'lib ichib keyin nima bo'ladi? Ertaga Baqoyat tog'asini qidirib yurasizlar keyin. Navaranglarni otasini izlab yurasizlar keyin. Qizinglar yig'lab turaveradi bir chekkada, bilmay qoldim, shunaqa bo'lib qoldi, boshqa hammaga sharmanda bo'lib, 7 avloding sharmanda bo'lib ketadi, baraka topkurlar. Nima bu ma'nosizchilik? Pivo festivalda nima bor o'zbek qizlariga? Mana bu videoni bitta ko'ringlar deb. Ochig'ini aytaman, asabim juda ham qo'zg'otdi. Men tengi, mendan katta yoki mendan kichik bo'lgan bir birodarlarimizning opa-singillari demaychi yoki qizi. Nahotki farzandingizni kim bilan, qayerda, nima ish qilayotganligiga befarqsiz. Ayniqsa qiz bolaning. Qiz bola birovni hasmi deylardi. U ko'z qorachiqdek asralish kerak edi. Hozirgi otalarga hayronman, qizini shunchaki qo'yib qo'yapti. Birodarlar, biz erkak kishimiz, o'zimizning opa-singillarimizni, bu qizlarimizni bundoq bir tekshirib nazorat qilishimiz kerak emasmidi? Bizning hamiyatimiz yo'qmi? Bizning oriyatimiz yo'qmi? Qilpillab anta opa-singiz, qizingiz o'ynab tursa, qanaqa qilib siz o'zingizni erkakman deysiz yana? Bu jamiyatda, bu yurtda o'zi mana shunaqa erkinlik kerak deb talab qo'yganlarni hammasi tiqadigan joyga tiqib bo'ldi. Ahvolni qarang. 10-15 ta o'g'il bolani oldida kurukda qiz bola o'ynab o'tiribdi. Bo'lib ham ro'mollikda. Biz hijob masalasiga o'tmaymiz, chunki bular hijobli hisoblanmaydi. Bizda O'zbekiston diyorimizda hijoblilar juda kam. Bo'lib ham ro'molliklar hozir bosib ketgan, hammasi o'zi biladi qanaqa nima uchun o'raganini. Mayli, gap bularni o'ragan ro'moli yoki hijobida emas, masala shunchaki shuncha erkak kishining oldida o'ynashlik, shuncha erkak kishining oldida qilpillashlikda, erkinlik, demokratik davlatda yashayapmiz. Kim nima istasa shuni qiladi, lekin biz erkak kishimiz-ku. Men qizingizga nisbatan chora ko'rib, zulm qilib, unga nisbatan qattiq qo'llik qiling demayman. Shunchaki kim bilan qayerda nima ish qilayotganini surishtiring. Telefonini olib tekshiring. Qaysidir bitta bola sevgisi xor quvvatdimi, orqasidan kimdir yuribdimi, yo bo'lmasa ko'ngliga kirmoqchimi, kimdir aldayotgan bo'lishi mumkindir. Yo bo'lmasa internetlarni olib tekshiring. Qizingiz, opa-singlingiz nimalarga qiziqyapti, nimalarni kuzatyapti, kimlarni ko'ryapti va nimadan o'rnak olyapti, kimni o'ziga fana tutib, kimni o'ziga yaqin olyapti, kim dugonasi uni. Bularni erkak kishi vazifasi-ku bilishi. Uyat bu O'zbekistondan mana shunaqa qiliqlar, mana shunaqa videolar chiqishligi uyat. Bu jamiyat bu qayerga ketyapti? Qiz va ayol bu erkak kishining oriyati, hamiyati, g'ururi hisoblanadi. O anatda opa-singling, qizing qilpillab badanini qimirlatib, 10 ta erkakning o'rtasida o'ynayapti desa, tiriklaring o'lganingiz yaxshi. O'zbekistonni juda ko'p sharmanda qilayotgan mana shu ro'molliklar hisoblanadi-da. Shunaqa bilchillatib asli qo'yaverasizlar ekan. Ko'p erkaklar ro'molli qizlarni xush ko'rib yaxshi ko'rardi. Shunaqa holatga olib kelyapsizlarki, hayf senga ro'mol, sendan ko'ra o'ramagan 1000 marta yaxshi degan holatga olib kelib qo'yapsizlar.
O'zbekistonda pivo festivali bo'libdi. Bu holatni ko'rgandan keyin Rasul Kusherbayev 100% to'g'ri fikr bildirganligiga va to'g'ri yo'lda ketayotganligiga yana bir marta amin bo'ldim. Chunki bu holatni ko'rayotgan bo'lsanglar, spirtnoy ichimlikda reklama qilib, qanaqadir konsertlar bo'lyapti. Davlat xodimlari bu holatga qanaqadir cheklov qo'yish o'rniga naborot kelib, ularga sharoit qilib berib, ahrana vazifasini o'tab berishyapti. Bu holatni diniy tomonlama olib qaraydigan bo'lsak ham xato. Qonun tomonlama olib qaraydigan bo'lsak ham xato. Chunki bu yerga 18 ga to'lmagan yosh qiz yigitlar ham kelibdi. Bu yerga kelgan odamlarga ham qoyil qolmadim. Nima maqsadda kelishgan? Konsert ko'rish uchun kelganmi desam, konsert ko'rish uchun boshqa joy qurib qo'yganmidi? Endi Rasul Kusherbayevning sud jarayonida bildirgan fikrini eshitinglar. Turistlar kelib turib, spirtnoy ichimlikni naqd pulga sotib olishimiz problema bo'lyapti desa, ularga qanaqadir sharoit qilib spirtnoy ichimlikni naqd pulga sotib olishiga imkoniyat qilib berishibdi. Lekin xalq borib turib zapravkadan benzinni naqd pulga sotib olishimiz problema bo'lyapti desa, bularga sharoit qilib berishni o'rniga qanaqadir cheklovlar qo'yib qo'yishyapti ekan. Mana naqd pul bor. Mana zapravkaga kelganman. Lekin naqd pul olmaymiz deyishyapti. Pul bo'lib turib zapravka qilib bo'lmaydi. Menda nalichga olmadi-ku. Nalish olmadi, bu hech qayerga o'tmaydigan bir oddiy qog'oz bo'lib qoldi. Mana hech narsa quymagansiz, to'g'rimi? Bo'l, qaytarib o'zing. Bular spirtnoy ichimlikka sharoit qilib berishayotgan bo'lsa, ular ichadi, kayf qiladi. Ertaga kelgan ko'chaga chiqib turib kimgadir zo'ravonlik qiladi, kimgadir shilqimlik qiladi, ya'ni ziyoni tegadi. Agar xalq naqd pulga benzin sotib olayotgan bo'lsa, og'irini yengil qiladi, uzoq yo'lini yaqin qiladi. Kimdir shuni orqasidan oilasini boqadi, tirikchilik qiladi, dastavka qiladi, taksichilik qiladi. Xo'p, demokratik davlatda yashayapmiz, hammani o'zini haq huquqi bor deb olib qaragan taqdirimizda ham. Endi qaranglar, nima uchun bular spirtnoy ichimlikka sharoit qilib berishyapti, lekin qaysidir tadbirkor chiqib turib, xalqqa foydam tegsin deb turib oshti narxini arzon qilib 5000-6000 so'm qilib qo'ysa, sirazi jinoiy javobgarlikka tortyapti. Yoki qaysidir tadbirkor chiqib turib, klient to'playman, biznes qilaman, xalqqa foydam tegsin deb turib 15000-20000 so'mlik kolbasani narxini 5000 so'm qilib qo'ysa, bunga sirazi qanaqadir chora ko'rilyapti. Shunda ham taslim bo'lmasdan magazinlar ochib, sharoitlar qilib, qanaqadir ochilish qilaman deb turganida, davlat xodimlari kelib turib, yig'ishtir karam sho'rveni xalqda bunaqa to'plashing mumkin emas deb turib cheklov qo'yib qo'yishyapti. Qayerda qoldi adolat? Agar demokratiya ishlaydigan bo'lsa, hammaga birdek ishlash kerak emasmi? Agar mana shu fikrimga qo'shiladigan bo'lsanglar, like bosib, repost bosib, maksimalni tarqalishiga yordam beringlar. Ajomas shu video kattalarga yetib borib turib, balkim benzinga ham qanaqadir imkoniyat qilib berishsa. Agar fikrimga qo'shiladigan bo'lsanglar, kanalimga obuna bo'lib ketinglar.